Boring qarang, qirib netib qo'ymasan hozir mashinani. Har doim shunaqa, baribir olmaydi-yu. Keling aka, ehtiyot bo'ling, qirib qo'ymang yana. Singil, bu mashinalaringning narxi qancha? Aka, bu mashinani bir umr bu ahvolingizda ishlasangiz ham ola olmasangiz kerak. Mayli yonida rasmga tushib chiqitsangiz bo'ladi. Siz meni tushunmadingiz shekilli. Boshlig'ingiz xonasi qayerda? Ana tepada, lekin boshlig'imiz vaqtlari yo'q. Sizdaqangi odamni nechtasi kelib ketadi? To'xtang, qayerga ketyapsiz? Mana aka, tabriklayman. Salonimizdagi hamma qimmat mashinalarni sotib oldingiz. Shuncha mashinani nima qilasiz? O'zimga o'xshagan nogironlarga bepulga tarqataman. Dunyoda sizdaqa insonlar ko'paysin. Aka, uzr, salonimizga yana kelib turing. Singlim, odamlarning tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang. Butun dunyoni bosib olgan insonni ham bitta oyog'i kalta bo'lgan. Yaxshi ham baxtingizga qullik davr emas. Bo'lmasa, mana shu mashinalarga qo'shib sizni ham sotib olgan bo'lardim. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati?